Ko'zimiz kameradagi suratga olishni bilasizmi? Ha, bu haqiqat. Ko'zimiz bir soniyada 10 milliondan ortiq vizual ma'lumotni qayta ishlaydi va eng muhim narsalarni xotirada suratga oladi. Qanday qilib? Bugun shu haqida gaplashamiz. Bu videoda qanday qilib ko'zimiz millionlab ranglarni farqlashi, nima uchun ba'zi odamlar faqat oq-qora ranglarni ko'rishi, ko'zning qorachig'i qanday qilib avtomatik ravishda yorug'lik miqdorini boshqarishi, nega ba'zi odamlar yaqinni ko'ra olmasligi va ko'z qurib qolsa nima bo'lishi haqida gaplashamiz. Ko'z haqida gaplashishdan avval sezgi organlari, ya'ni sensor sistema haqida ma'lumotga ega bo'lib olishimiz kerak. Sezgi organlari hid bilish, ta'm bilish, eshitish, ko'rish va hokazo funksiyalarni amalga oshiradi. Undagi bu funksiyalarni ulardagi retseptorlar amalga oshiradi. Masalan, ko'zdagi retseptorlar bir kvant yorug'likni ham seza oladi, yoki quloqdagi retseptorlar esa vodorod atomidan 10 marta kam siljishni ham his qila oladi va bir necha molekulalarning hidini his qilish bu hid bilish retseptorlarga tegishlidir. Xo'sh, bu sistema qanday ishlaydi? Sistema 3 ta qismdan tashkil topgan. Bu birinchisi retseptor, ya'ni periferik qism. Keyingisi nerv yo'llari va asosiy qismi bu bosh miyada joylashgan nerv markazi. Mana shu nerv markazini Pavlov analizator deb ataydi. Odam ko'rish orqali terrak atrofidagi narsalarning shakli, rangi va hajmini aniqlaydi. Aniqlanishicha, biz ma'lumotlarning 90% ni ko'rish orqali qabul qilamiz. Ko'rish organi bu ko'z. Ko'z ikkita qismdan tashkil topgan. Ko'z soqqasi va ko'zning qo'shimcha qismlari. Ko'zning qo'shimcha qismlariga kiprik, qovoq, muskullar va yosh bezi kiradi. Ko'z soqqasi ko'z kosasida joylashgan bo'lib, uni atrofida harakatlantiruvchi muskullar mavjud. Ko'z soqqasida 7 ta qavat bo'lib, ular quyidagi ketma-ketlikda joylashgan. Birinchisi sklera, undan keyin ko'z kamerasi, keyin kamalak parda, undan so'ng tomirli parda, keyin ko'z gavhari, so'ng shishasimon tana va oxirida to'r parda joylashadi. To'r pardada hosil bo'lgan impuls ko'rish nervi orqali bosh miya katta yarim sharlarning po'stlog'idagi ensa qismga yuboriladi. Ko'z soqqasi zich oqsil parda bilan qoplangan. Oqsil parda uni mexanik zarbalardan, begona moddalardan va mikroorganizmlardan himoya qiladi. Oqsil pardaning oldingi qismi shohsimon pardani, qolgan qismi esa sklerani hosil qiladi. Shohsimon parda shaffof bo'lib, yorug'likni oson o'tkazadi, lekin sklera xira bo'lgani uchun yorug'likni deyarli o'tkazmaydi. Shohsimon pardaning oldingi qismida retseptorlar joylashgan. Mana shu retseptorlar faoliyati tufayli odam ko'zini ochib yumadi yoki ko'z yoshi oqadi. Ya'ni bu himoya reflekslar hisoblanadi. Ko'z kamerasi sklera va kamalak parda o'rtasida joylashgan qism bo'lib, ichi suyuqlik bilan to'lgan. Uning asosiy vazifasi ko'zning bosimini saqlash hisoblanadi. U bundan tashqari shoh parda va kamalak pardani oziqlantiradi. Kamalak parda havo rangdan to'q jigarranggacha bo'lishi mumkin. Uning o'rtasida qorachiq joylashgan bo'lib, qorachiqning kengayib torayishi hisobiga u yerdan yorug'lik o'tadi. Ya'ni yorug'lik kam bo'lganda qorachiq kengayadi, yorug'lik ko'p bo'lganda esa qorachiq torayib ko'zni himoya qiladi. Tomirli parda ko'zning boshqa qismlarini oziqlantiradi. Bundan tashqari, tomirli pardaning orqa qismida qora pigment joylashgan. Bu pigment yorug'likni o'ziga yaxshi tortadi va tasvirni aniqlashtiradi. Ikki tomonlama qovariq shaffof linza bu ko'z gavhari hisoblanadi. Ko'z gavharidan so'ng shishasimon tana, undan so'ng esa to'r parda joylashgan. To'r pardada 110-125 million tayoqchasimon, 6-7 million kolbachasimon hujayralar bor. Tayoqchasimon hujayralar kuchsiz yorug'lik ta'sirida ham qo'zg'aladi. Shuning uchun ham biz bu hujayralarni tungi ko'rish retseptorlari deb ataymiz. Kunduzgi ko'rish retseptorlari esa kolbachasimon hujayralar hisoblanadi. Ular o'ziga turli xil ranglarni yuta oladi va bizni turli xil ranglarni ko'rishimizni ta'minlaydi. Mana shu retseptorlarning ishi buzilishini daltonizm deb ataymiz. Daltonizm erkaklarda 10%, ayollarda esa 1% ni tashkil etadi. To'r pardaning ko'rish nervlari chiqqan joyi ko'rdog' deb ataladi. Agar yorug'lik mana shu dog'ga tushadigan bo'lsa, odam hech narsani ko'rmay qolishi mumkin. Uning yaqinida sariq dog' joylashgan. Sariq dog'ning markazida kolbachasimon retseptorlar, uning atrofida esa tayoqchasimon retseptorlar joylashgan bo'ladi. Buyumdan qaytgan yorug'lik sklera orqali va ko'zning boshqa qismlari orqali o'tadi. Bunda u tasvir kichiklashadi va ag'dariladi va axiyri sariq dog'ga yetib keladi. Sariq dog'da tasvir nerv impulslariga aylantiriladi va nerv yo'llari orqali bosh miya katta yarim sharlarida joylashgan ensa qismiga jo'natiladi. Ensa qismida bu ma'lumotlar analiz va sintez qilinadi va qaytadan harakatlantiruvchi nerv orqali ko'zga tasvir qaytib keladi.
Ko'z xuddi optik kameraga o'xshaydi. Ko'zning to'r pardasi yorug'likka sezgir bo'lsa, shoh parda va ko'z gavhari aynan yorug'likni sindiruvchi muhit hisoblanadi. Kamalak parda orqasida joylashgan kipriksimon muskul ko'z gavhari shakliga ta'sir qiladi, ya'ni uni qovariqligini o'zgartiradi. Bu orqali tushayotgan yorug'lik kam yoki ko'p o'tadi va biz mana shu hodisani akkomodatsiya deb ataymiz. Akkomodatsiya tufayli biz buyumlar uzoq yoki yaqinda turishdan qat'iy nazar ularni aniq ko'ramiz. Ya'ni biz yaqinga qaraganimizda gavhar qalinlashadi, uzoqqa qaraganimizda esa gavhar yupqalashadi. Ko'z kasalliklaridan eng ko'p uchraydigan turi bu yaqindan yoki uzoqdan ko'rish. Yaqindan ko'radigan odamlarda tasvir sariq dog'dan oldinga tushadi. Shuning uchun ham ular buyumni o'ziga yaqinlashtirib ko'radi. Uzoqdan ko'radigan odamlarda esa tasvir sariq dog'dan keyinda paydo bo'ladi. Shuning uchun ham ular buyumni o'zidan uzoqlashtirib ko'rishadi. Odatda uzoqdan ko'rish qariyalarda kuzatiladi va aynan uzoqdan va yaqindan ko'rish umuman olganda ko'z gavharining funksiyasi buzilishi bilan bog'liq. Ko'zning kamalak pardasidagi melanin pigmenti ko'z rangini belgilaydi. Kamalak pardaning o'rtasida qorachoq joylashgan bo'lib, mana shu yerda melanin ko'p bo'ladi. Melanin yorug'likni o'ziga to'playdi va to'r pardaga o'tkazib beradi. Agar melanin pigmenti bo'lmaydigan bo'lsa, odamlarda albinizm kasalligi kelib chiqadi. Keyingi ko'z kasalligi bu shapko'rlik. Shapko'r odam kunduzi yaxshi ko'radi, ammo kechki payt yaxshi ko'rmay qoladi. Bu odatda ko'zdagi tayoqchasimon retseptorlarning ishi buzilganda yoki insonga A vitamini yetishmaganda vujudga kelishi mumkin. Keyingi ko'z kasalligi bu glaukoma. Glaukoma bu ko'z bosimining ortib ketishi hisoblanadi. Odatda bu ko'z kamerasidagi suyuqlikning ishi buzilganda paydo bo'ladi. Keyingi kasalligimiz ko'z kataraktasi. Ko'z kataraktasi ko'z gavharining xiralashuvi natijasida paydo bo'ladi. Ha, yana konjunktivit. Konjunktivit bu shoh pardaning yallig'lanish natijasida paydo bo'ladi. Masalan, turli xil chang yoki boshqa narsalar ko'zga tushgan paytda ko'z qizarishni boshlaydi. Mana shu konjunktivitning dastlabki belgisi hisoblanadi. Ko'rish funksiyasi buzilmasligi uchun nimalar qilish kerak? Birinchi ish kam yoritilgan xonada o'qimaslik. Ikkinchisi, yorug'lik chap tomondan tushishini ta'minlash. O'qish, yozish, bichish jarayonlarida buyumlar va ko'z orasi 40 sm ekanligini hisobga olish. Bundan tashqari, harakatlanayotgan transportda, avtobusda, metroda yoki taksida kitob o'qish qat'iyan man etiladi. Agar bu videoda o'rganganlaringizni eslab qolmoqchi bo'lsangiz, Ustoz AI dasturini yuklab oling. Dasturda testlarni yechib, mavzuni qanchalik tushunib olganligingizni bilib olasiz. Hamma video darslarining testlarini yechib chiqadigan bo'lsangiz, sizga kurs sertifikatini beramiz. Kurs Telegram kanalida esa video darslarning qachon chiqishini bilib olishingiz mumkin. Qo'shimcha materiallarni ham tashlab boramiz. Barcha havolalar video ostida.